Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va YouTube ishqibozlari, bizni kuzatib borayotgan barcha muxlislarimizga Xudo xolasa yana bir gazoblok apparat bizneslarimiz o'rnatilgan joylarimizga bugun yo'limiz tushib kirgan edik. Xudo xolasa bu yoqda mana tanishtirib o'tadigan bo'lsak, har safargidek 1 tonnalik bochkamiz, nasoslarimiz montaj holatlari bilan kichkina shablon bochkamiz, mishalkamiz 220-380 ga ishlaydigan. Ikkalasiga ham Xudo xolasa bu hozir 220 ga moslangan holatda mana ko'rishinglar mumkin. Knopkalari, milkalari Xudo xolasa. Bu yerda 12 dona paddon, 7 dona borti bilan qilingan. Xudo xolasa relslarni o'zlari qilib olishdi. Endi avtomat reska o'rnatamiz deyapti. Shunga avtomat reskaning joylarini ko'rgan keldik. Bu yoqda mana rushnoy kesish jarayonlari bo'lyapti. Ishlarimiz ham ideal holatda chiqyapti. Rushnoy bo'lsa ham diagonallari, boshqa hamma yo'llari kesilish jarayoni mana. Ishimiz qirralari Xudo xolasa ideal holatda. Bu yoqda mana quyib qo'yilgan, ish turgan holat mana. Qoliplarimiz relsga moslashgan qoliplar olgan akalarimiz birinchi yerda ishlatib, endi relsga olib olishdi. Endi avtomat reskasidan undan to'sata olsa, pol avtomat liniyaga aylanadi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli qilib olib borib o'rnatib berish harakatini qilamiz. Komplekt dastamizga asosan suv bochkalarimiz, mishalkamiz, mana bunaqangi qoliplarimiz, relsga moslashgan va yerga moslashgan qoliplarimiz bo'ladi. Xohlagan turidan qilib beramiz Xudo xolasa. Yana aytib o'tish esdan chiqib Xudo xolasa, ishlarimiz bu yoqda mana tayyor holatda sotuvga, Xudo xolasa zakazga tayyor bo'lgan ishlarimiz. Sifati a'lo darajada. Qo'l botirsangiz ham Xudo xolasa umuman kirmaydigan holatda mana ovozlari ham o'ta ideal holatda turibdi. Manzilimiz Farg'ona vodiysi, Qo'qon viloyatida Xudo xolasa. Kimga ishlari ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xohlaganlarga mana перегородка kalilarimiz, xohlaganlarga 20-30-60, xohlaganlarga 30-30-60 razmerdagi ishlarimiz ham bor. Bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar, sifatli qilib olib borib berish harakatini qilamiz.